Salom qizlar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaring yaxshimi? Post qo'yishga, story qo'yishga hozir vaqtim bo'lmadi, odam ko'p edi. O'sha uchun bugun sizlarga gapirib bermoqchiman kiyinish bo'yicha. Kiyinish bo'yicha e'tiborli bo'lamiz. Demak, birinchi o'rinda nimalarga e'tibor beramiz? Kiyingan vaqtimizda oyoq kiyimlarimizga e'tiborli bo'lamiz. Biz uchun qulay, tagi past, tekis bo'lishi kerak. Oldi orqasi ochiq bo'lgan obuwlardan foydalanishlaringiz kerak. Kiyinishda sintetikasi kam bo'lgan, hibi, qorinni siqib turmaydigan, ya'ni sizlar hozir tor shimlar kiysizlar, matishni his qiladi. Bola uchun udobniy bo'lgan kiyimlardan foydalanish kerak. Shunday bo'lsinki, ustingizda yo'qdek bo'lib tursin. Bu ham bizning organizmimizda qon aylanishida katta ahamiyatga ega bo'ladi. O'sha uchun qizlar hamma bugundan boshlab kiyinish madaniyatiga homiladorlar to'g'ri rioya qilish kerak bo'ladi. Qani boshlaymiz.